man sizlarga yana bitta Fabrlik kompaniyasini Pilus Expert Pharmadan mana Pilus davolovchi ilon zahri geli shuni man sizlarga tavsiya qilmoqchi edim. Bilasizlar, man har doim o'zim ishlatgan mahsulotni yoki bo'lmasam atrofimda, oilamda ishlatilgan mahsulotlarni tavsiya qilishga, rezultat olgan tovarlarni, mahsulotlarni tavsiya qilishga harakat qilaman va har doim o'zim Fabrlikni hamma narsasini, mahsulotlarini ishlatib ko'rishga harakat qilaman va rezultat ko'rganimni klientlarga ham ulashishga harakat qilaman. Chunki hozir mana shu aytmoqchi bo'lgan mana shu gelim ko'pchilikga yordam berishi mumkin. Atrofingizda oyoq og'riydigan, bo'g'imlarda og'riq bo'ladimi, shamollashdanmi, xullas oyoqda og'riq bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu gelimiz juda ham yordam berishi mumkin. Chunki hozir oyoq og'riydi deb qancha rasxod qilib ukol dori olishingiz mumkin, antibiotiklar qancha pulga rasxod qilishingiz mumkin, to'g'rimi? Lekin mana shu bitta gelni o'zi sizga yordam berishi mumkin. Chunki mana oyimlarni tizzalarida og'riq bo'lardi, oyoqlari umuman bostirmay qolardi ertalab uyg'onganlarida. Keyin mana shu gelni o'qib qoldim, tarkibi haqida ma'lumotini tanishib chiqdim va oyimlarga ishlatib ko'rish uchun olib berdim. Mana shunday ishlatib ko'ring deb. O'zi sal mягкийroq ekan, lekin bu gel krem emas, gel bu hozir ishlatilgani. Lekin juda ham zo'r ta'sirini ko'rdilar. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hech qanaqasi уже hidi chiqdi, miyatga ekan. Mana krem emas, bu gel. 3-4 marta ishlatdilar, уже og'riq yo'qoldi. Tushunasizlarmi? Ertalab yurolmasdan, oyoqni bosolmasdan qolardilar. Lekin mana shuni ishlatgandan keyin, уже 3-4 marta ishlatgandan keyin o'sha og'riq yo'qoldi. Haqiqatdan ham bu realniy aytyapman. Balkim sizlarni ham oranglarda shunaqa yoshi kattaroq odamlarda yoki o'zingizda endi har kimni nimasi og'rig'i har nimadan bo'lishi mumkin, lekin katalogda hozir 68.900 so'mdan ekan. Bu degani ya'ni 70.000 so'm degani. Agar 70.000 so'mga mana shu necha yillik og'rig'ingizni ketkazsa ajab emas. Chunki oyimni ham oyoqlari o'sha tizzalarida necha yildan beri, 3-4 yildan beri og'riq bor edi. Lekin mana shu gelni 3-4 marta ishlatganlarda og'riq yo'qoldi. Bu yana anaqa yog'larni ishlatsangiz oyog'ingizga shamol tortib battar bo'ladi-yu. Yo'q, bunaqa emas. Bunda shamol ham tortmas ekan. Xullas yaxshi ekan, juda ham zo'r. Agar kimda shunaqa muammosi bo'lsa, olib ishlatib ko'rishlarini tavsiya qilaman. Juda ham zo'r ekan. Agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu direktga murojaat qiling, raqam qoldiraman.